Ey loy tövbe salla kallamni yerga uring sen qarib kel. Oyog'imni duraman deysizmi? Men qaysi eshik emas-ku. Ey oyog'ingni ilaman deganim senga xotin olib beraman. Menga Aya senga. Aya seni jovchilikka beraman. Menga qada berdi. Menga qada berdi. Menga qada. दुश्मन तो नहीं इधर दुश्मन तो नहीं इधर Menga qada berdi otasi. Nima qilaman? Unda berasiz. Har kimiki kishi seni palakatdan qayirib elga tursa o'shani olib beraman aka. Qata kelamang menga, vaqtida men ko'rasizmi? Ey astag'firulloh. Otamda men o'qini qanday sevaman, Ey bilasizmi? sen otangni urasi bellingmi astag'firulloh deb ko'ra bilasan. Otani hurmat qilish kerak. Ular qarang, shuni gapiga ishonmasang, men o'g'irmayman qaysi. Hamma nabla aytadi-ku, men nima bilay, hamshiralar shohid deydi-ku. Sizlar ko'rdilarmi bachalar? Mana ne işte qo'shni shohiddir, mana. Shuni o'zi aytadimi bachalar? Ocham kesimga hamsiyanga ketgan ekan, osh qaldim borib, hamsiyam jumurqasini o'g'irlab bergan. Sen bunday ishlarni qilmagin. Ustimda kuldirasan, hamshiralarni qavmni men ustimda turg'izasan, sen bu ishlaring bilan. Otani xotni bersangiz qo'ying-da. Qavm nima deydi bu? Qavliq aka, bu devoni o'ldingizga kim qiz beradi? Men ham sizni qizingizni olmayman. Iloy tavba qildim. Bu seni bilib devona deydi-ku sen buni. Ota. Menga o'g'il oshangiz qizi bor-ku. Shuni olib bering burni katta-katta. Iloy tavba eshitsa mana shu ustimizga chapaqlar keldi. Menda yigitdan qarin topadi, ota. Uying qo'ymasin, mana bular seni devona deydi. Shunlarni qisqa fajr. Men o'q qilgan olaman. Bu o'qigan xotin olaman deydi-ku. Qanday qilasiz qiling, bizni qutqazdiring. Men Aliboy aka. Bir yo'l tag'in bor ota. Ayting ko'chib kelsin. Shunaqa kelsin, hajim bir qasam voqea yapkan. Şimdi biladim ekan, bir hamsani ko'chir, ikki hamsani ko'chir, o'n hamsani ko'chir. O'rakda noni qilsa o'zimsan bortadan bars etib shishasini ketib qo'y. Bu ishlarni qilmagin.